Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Uslub dasturchi. Videolarimizga e'tibor bersak, 6-videomiz chiqmagan ekan YouTube'ga. Shuning uchun bugun 6-video darsimizni birgalikda tayyorlab o'rganamiz. Xo'p. Shundan keyin birgalikda esa sharax qilib beramiz va sizlarga albatta yangi kodlarni o'rgataman. Xo'p. Bu yerda main.html deb ochamiz. Shift bir. Hop. Bu yerga 6-video deb qo'yamiz. 6-dars. Hop. Endi buni bu yerda chaqira olsak, hozir biz toza bo'sh narsa yo'q. Bu yerga birinchi o'rinda div ochamiz, ya'ni wrapper degan, ya'ni o'rab turuvchi div. Hop. Ochganimizdan keyin bizda birinchi o'rinda xuddi shu narsani oddiy misol ptlar bilan h1 bilan qilib qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Misol lekin biz yangi kod o'rganamiz. Bugun dala degan kod o'rganamiz. Lekin ishni dala demak, dala deymiz. Dala o'zi nima? Dala bu xolos ko'rsataman. dd html dala. Hop. Endi o'tkazamiz. Bir 175. O'xshadi. Gördüler. Bu aslida mana shu dala kodimiz bu listlarda saytlar yaratayotganda, ya'ni xuddi list ko'rinishdagi saytlar yaratayotganda kerak bo'lgan narsa. Dala asosiy listlar uchun degan ma'noda ham ketadi. Ya'ni describe bular shunaqa. Data degani asosiy nimani belgilamoqchisi sarlavhaga deydi. Ya'ni bizning asosiy sarlavhamiz HTML. Shuning uchun alohida sarlavhaga belgilab, ya'ni sezilarli qilib qo'yadi. Va dada bu veb sahifaning karkasini yaratuvchi gipermatni belgilash tili. Qisqa qilib aytganda shu sahifadan sarlavhasidan keyingi matnda bu. Hop. Endi mana shuni qisqa ta'rifiga ham yozib qo'ygan. Bu endi badiiy tilda yodlab olsanglar ham o'zlari yaxshi. Va shu yerdan pt yozib qo'yamiz. Aytgancha, dasturlashda bitta qoidasi bor. Umuman taglarni katta harfda yozib bo'lmaydi. Bo'lmasa kodimiz buzilib ketib qolishi mumkin, yoki kompyuter tushunmay qolishi mumkin. Mana o'tib kechiramiz. Mana bir o'xshaydi. Endi mana shu rasmdan olamiz. Bu menda albatta bor. Siz xohlagan rasmlarni qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Hop, shu yerga image kodini ochamiz. Bir nuqta slash beramiz va mana shu rasmni qo'yib qo'yamiz. Aytaylik, bu yerga image deb qo'yamiz va o'tib kechiramiz. Refresh. Mana. Endi e'tiborsa bizni kattayib ketdi. Buning uchun kichikroq etish uchun nima beramiz? 1 soniya o'ylab ko'ringlar-chi. Topgan bo'lsanglar ofaring, unda topa olgan bo'lsanglar qolgan videolarni ko'rib chiqiladi. Viziga beramiz 300 piksel. Height'ga beramiz 150 piksel. Endi refresh beramiz. Mana endi buni ham deysiz. Biraz o'tyapman, qaytyapman. Bironta ham farqi yo'q. Sizlar bilan Uslub YouTube dasturchi bo'ldi. Kattakon rahmat.